Lovers. Biror narsa yuz berdimi? Hech qanaqangi umid yo'q. Oliy hazratlari to'g'risidamisiz? Ko'rinib turibdiki, boshqa davlatga bostirib kirish va ularga yordam berish o'rniga ularni nazorat qilish uning tabiatiga mosdir. U shunday dedimi? Nihoyat men uni topdim. Zaharni tushunadigan odam. Undan to'g'ri foydalanishi mumkin bo'lgan suvenir. Telegramdagi Anya Lovers kanali uchun maxsus o'zbek tiliga o'girildi. 7-umr animesi. Tarjimon Samandar, Taiming Itachi. Ushbu animega ovoz berishda ishtirok etishdi. Tamyoka, Nezuko, Mitsuha va Itachi birgalikda maroq ila tomosha qilamiz. Agar shahzoda Arnold bilan muzokaralar muvaffaqiyatsizlikka uchrasa, Kayolos qirolligi bostirib keladi. Agar bu sodir bo'lsa, Erta tongdan g'ayratli ko'rinasan. Lord Lovin, Lekin soning qilishingda ikkilanishni ko'rdim. rostini aytsam, fikrlarim biroz chalg'ib ketdi. Bu gaping bilan nima demoqchisan? Bir kun kelib, boshqa bir davlat bilan urush ochsak, bu yerdagi hamma jangga kiradi, to'g'rimi? Shunday. Men shunday kelajakdan xavotirdaman. Buning dahshatli tuyulishi tabiiy. Ha? Mening o'g'lim oxirgi jangda halok bo'ldi. Men o'g'limning shunaqangi mardona jang qilganida faxrlanaman. Biroq bu g'urur tuyg'usiga teng darajada. Shunga qaramay o'g'limning tirik bo'lishini istardim. Lord Lovin, Urush odamlarning kelajagini o'g'irlashini anglatadi. Boshqalar ularni o'g'irlab ketadi. Buning qo'rquvini yengish uchun faqatgina turish va kurashish kerak. faqat kurashish? Aytmoqchimanki, o'z hissiyotlaringni yenga olishing kerak. Ularni oldinga harakat qilish uchun yoqilg'i sifatida ishlatishing kerak. Men aslida nima qila olaman? Bu savolga javob top. Katta rahmat sizga, Lord Lovin. Unda keyinroq yana kelaman. Men jangda o'lishni xohlamayman. Kayolosni vayronaga aylanishini xohlamayman. Lekin bu hammasi emas.
boshqa davlatga yordam qo'lini cho'zish o'rniga uni bosib olish va nazorat qilish. Bu menga ko'proq mos keladi. Axir siz bunday odam emassiz. Buni tushunishingizni istayman, shahzoda Arnold. Shunday qilib bizda mashg'ulotlaringiz uchun kuzatuvchi bor. Imperiya valiahd shahzodasi Shahzoda Arnold Xayn. Nega shahzoda Arnold bu yerda? Bunday qarashni bas qiling, meni tanib qolasiz. Ularni harakatlarini kuzatmoqchiman. Yaxshi. Shundagina diqqatini faqat menga emas, boshqalarga ham qaratadi. Nega hammasi teskari bo'lyapti? Gapir. Bu yerda sen nimangni yo'qotib qo'yding? Nima? Siz bilan uchrashganimdan juda xursandman, janob oliylari. Mendek oddiy askar bilan bu yerda gaplashishingiz meni xursand qiladi. Agarda sen meni o'ylagan odam bo'lmasang, unda bu senga teginishi bilan hech qanday muammo yo'qligini anglatadi. Bo'la qol. Buni tezroq rad etishga harakat qil. Shahzoda Arnold, iltimos uzoqroq turing. Rad etaman. Agar bunday qilaversangiz kimdir ko'rib qoladi. Qandaydir muammo bormi? Ha, bor. Qanaqa ekan? Misol uchun, sizni bo'lajak xotiningiz ko'rib qoladi. Ha, to'g'ri. Ko'rdingizmi, to'g'ri o'ylayapman. Lekin baribir ham sen hozir ijro etayotgan nutqing bo'lajak qirolga nisbatan hurmatsizlikdir. Buning uchun uzr so'rayman. Nima uchun kechirim so'rayotganingni bilmayman ham. Nima qilganingni o'z og'zing bilan menga ayt. Chunki men oliy hazratlarga hech narsa demasdan mashg'ulotlarga qatnashish uchun o'g'il boladek kiyindim. Bundan juda afsusdaman. Juda ham yaxshi. Lekin nima uchun bunday qilyapsan? Chunki siz o'ylab topgan bu mashg'ulotdan men ham biror narsa o'rganmoqchi edim. Davom etmoqchi bo'lsang shartlarim bor. Muntazam dam olib tur va seni jinsingni hech kim bilib qolmasin. Bajara olasanmi? Katta rahmat. Nahotki ushbu mashg'ulot senga shunchalik yoqsa? Ha, shahzoda Arnold, bu mashg'ulotni qanchalik ajoyib ekanligini siz bilmaysiz. Bu ritsarlarning rivojlanishiga juda katta hissa qo'shadi. Qobiliyatli odamlar imperiyaning boyligidir. Lekin kelajakda bu ritsarlarni jangga yuborish uchun men tasodifan shahzoda Kayl bilan suhbatingizni eshitib qoldim. Buni bilgandim. Hozir nima to'g'risida o'ylayotganingni oldindan aytishim mumkin. Kayolos bilan ittifoq tuzishimiz kerak deb o'ylaysan va meni ishontirishga urinasan, to'g'rimi? Ammo butun qudratidan ayrilgan mamlakatning qadri ham bo'lmaydi. Bir davlat kurashi vaqt masalasi bo'lsa, oxirgi zarbani qanday qilish kerakligi yagona savol bo'ladi. Shahzoda Arnold, xafa bo'lmang-ku, ba'zan uchiga chiqqan yolg'onchisiz. Sen men to'g'rimda xohlagan narsani o'ylash erkinligiga egasan. Lekin yodingda tut. Bu tanlov imperiya uchun shafqatsiz yondashuv emas. Bu shunchaki siyosat yo'nalishi. Men shahzoda Kaylni birinchi marta savdogar bo'lganimda uchratganman. Bu yomg'irda yo'lda mahsulotingizni himoya qilish juda qiyin bo'lsa kerak. Shohligimizda moddiy resurslar yetishmaydi. Siz kabi savdogarlar bizni qo'llab-quvvatlab, kundalik hayotimizni saqlab qolishimizga imkon beradi. Sizga chuqur hurmat va minnatdorchiligimni bildirmoqchi edim.
Garchi u qirol oilasining a'zosi bo'lsa-da, past maqomdagi insonlar bilan ham yaxshi muomalada gaplashardi. Men u bilan ikkinchi marta o'simlikshunos sifatida uchrashdim. Keyinchalik ham u umuman o'zgarmaganini angladim. Va uchinchi marta Men otam bilan tadqiqot fondlari haqida gaplashaman. Chunki buni bilaman. Siz ikkingiz natija ko'rsatasiz. Qasam ichib va'da beraman, men uni ko'ndiraman. Bu ishladimi? Tabriklayman. Hech narsadan ko'ra tinimsiz mehnatlaringiz munosib taqdirlangani meni chinakam quvontirdi. chunki shahzoda Kayl shunaqa odam. Men esa Janob oliylari, bugundan boshlab bu dorini ichishingizni so'rayman. Ta'mi avvalgidek yomon bo'lsa-da. Agarda bu mening tanim to'g'ri harakatlanishini anglatsa, bu men uchun hech narsa emas. Shahzoda Kayl, haqiqat shundaki, kecha tasodifan shahzoda Arnold bilan suhbatingizni eshitib qoldim. Siz meni juda noqulay vaziyatda ko'rdingiz. Darhaqiqat, odobli ish bundan keyin mamlakatni tark etish bo'lardi. Biroq men shunchaki taslim bo'lib keta olmayman. Bu xavfli bo'lish haqida sira o'ylamadingizmi? Urush paytida shahzoda Arnold dushman xalqlarning qirollik oilasi a'zolarini o'ldiradi. Siz bundan xabardorsiz. Shahzoda Arnoldning janglarining samarasidan tortib siyosiy choralargacha tekshirdim. Bu juda aqlli tarzda tuzilib chiqilganga o'xshaydi. Lekin ichki siyosatda oddiy xalqqa bo'lgan g'amxo'rlik, ishonchim komilki bu uning u yerda ishlash niyatini bildiradi. Oxirgi urushda dushman mamlakatning monarxlarini o'ldirish, keyingi muammolar urug'ini oldini olish uchun qilingan. Bu rahm shafqatning bir shakli. Men buni shunday o'ylayman. Va haqiqat, oliy hazratlari shafqatsiz va vahshiy bo'lsa ham, bu men qilishim kerak bo'lgan narsani o'zgartirmaydi. Sizdan bir iltimosim bor, shahzoda Kayl. Avvaliga, balki men bilan kamtarona bir ittifoq tuzmaysizmi? Ittifoq dedingizmi? Shahzoda Arnoldni ishontirish uchun menga sizning kuchingiz kerak bo'ladi. Sizga katta rahmat. Undagi hamma narsa hayratlanarli darajada qiziq edi. O'rganishni yoqtirasiz, shundaymi? Ha, judayam. Yangi bilimlarni o'zlashtirish doim meni hayajonlantirib kelgan. Dunyo tobora kengayib bormoqda. Hatto kechagi manzara ham ertasi kuni boshqacha bo'ladi. Bu men uchun yetarli. Siz imperator ayoli bo'lishga mos emassiz. Ustoz, Shunchaki meni hamrohim bo'lishingiz kerak. Men sizga o'zingiz bilmagan ko'p narsalarni o'rgata olaman. taklifingiz uchun katta rahmat. Lekin men bu yerga shahzoda Arnoldga turmushga chiqish uchun kelganman. Arnold Hayn, shundaymi? Uni nimasi sizni o'ziga tortadi? Negadir men ham unga juda ham qiziqaman. U Kaylning iltimosini rad etganga o'xshaydi. Va u rad etish uchun aytgan sabablar men qidirgan narsaga o'xshaydi. Arnold Hayn men yaratgan narsadan unumli foydalanishiga ishonaman. O'zim yaratgan birikmani shunchaki qora kukun deb atayman. Men uzoq vaqtdan beri qidirayotgandim. Men bu mamlakatda tanlovimga mos odamni uchrataman deb o'ylamagandim. Shunday ko'ringanlari bilan shahzoda Arnold juda mehribon. Agar u shahzoda Kaylga qattiq gapirgan bo'lsa ham, balki u haqiqatni aytgan. Yerisha. U bilan uchrashishimga yordam bersammi? Albatta. Tez orada u sizga vaqt ajrata oladimi, yo'qmi? Buni aniqlab beraman. Unda hozir borib u bilan uchrashaylik. Oliy hazratlari juda band, shuning uchun to'satdan tashrif. Agarda aytganingdek mehribon bo'lsa, u bizni kechirishiga ishonaman. Bu Tushunarli. Haqiqat shundaki, u bilan uchrashishimni istamaysan. Sen mendan qora kukun nima ekanligini so'ramading ham.
Professor menga qora kukun nimaligini oldin 3-hayotimda aytib bergan edi. Xo'sh, nima bo'lishidan qat'iy nazar tajribalarni to'xtatmaysizmi? Kechirasan, Rishi. Ko'p odamlar hayotidan ayrilsa ham shundaymi? Insonlar o'zi yaratgan narsadan to'g'ri maqsadda foydalanishlari kerak. Bu ogohlantirishda muammo bor. Ya'ni to'g'ri yo'l nima ekanligini hech kim aniq belgilay olmaydi. Agarda meni qora kukunimdan to'g'ri foydalanilsa, ishonamanki bu dunyo osonlikcha vayron bo'lardi. Bu haqiqatni ham noto'g'ri deb hisoblash to'g'rimi o'zi? Men yaratgan narsalar dunyoni qanday o'zgartira oladi? Nahotki bu o'zgarishlarni ko'rish xohishi shu darajada yomon bo'lsa? Professor, Alvido, qadrli shogirdim. Seni hayoting o'zing to'g'ri deb hisoblagan tarzda o'tishiga chin qalbimdan umid qilaman. men professor yaratgan bu qora kukunni umuman qabul qila olmadim. U dunyoni o'zgartiradi va dunyo chayqaladi. Men uzoq vaqtdan beri undan foydalanishim mumkin bo'lgan rahbarni qidirayotgandim. Arnold Hayen kabi rahbarni. Men Kayollis va Galxen o'rtasidagi do'stona munosabatlarni o'rnatishga harakat qilishim zarur va professor Mishel bu holatda bo'lsa-da, shahzoda Arnoldga yaqinlashish uchun hech narsadan tap tortmaydi. Agar shunday bo'lsa, Oliy hazratlari qora kukunni Shahzoda Teodor, O'g'il boladek kiyinganingizni bilib qolganmish. bundan juda afsusdaman. Akamni butunlay aldashga qodirligingizga nisbatan menda shubhalar juda ko'p edi. Shunga qaramay, bu yangilik sizga juda tez yetib kelibdi. Axir mening himoyachilarim juda ajoyib. Akam nima qilmasin, qayerda bo'lmasin, men buni darhol bilaman. Men mukammal axborot tarmog'ini o'rnatganman. Va bu yerda mening katta akam emas. U yerda mening tanishim bor. Men allaqachon reyestrlikka nomzodlarni kelib chiqishini ko'rib chiqdim. Agar sizga biror narsa bo'lsa, akam bilan qanday yuzlashishni bilmasdim. Sizga katta rahmat. Hech qisi yo'q va bu men sizdan tashvishlanayotganimni bildirmaydi. Men buni faqatgina akam uchun qilyapman. Tushunaman. Aytgancha, Oliy hazratlari sizdan bir iltimosim bor. Qisqa muddatga saqlovchilaringizni qarzga olib tursam bo'ladimi? Bu bilan akamga biror yordam bersak bo'ladimi? Yo'q, aslida bu shahzoda Arnoldga qarshi isyon bo'ladi. Qiziqarli. Bu menga yoqqani uchun sizga qo'shilaman. Keyinchalik biz bir fikrga keldik. Chunki sen tug'ilgansan. Seni deb mening xotinim o'lgan. Shuning uchun sen bunga badal to'lashing kerak. Sen bizga baxtsizlik keltirish uchun tug'ilgansan. O'lim elchisi. Men och qoldimmi yoki men yolg'izmidim? Lekin ta'lim sohasi meni doimo qabul qilgan. Bu bilimlar tez miyamga joylashib, tanam esa ko'nikib bordi. Bu xuddiki nafas olish yoki suv ichish kabi edi. Bu bola mening daholigimni meros qilib oldi. Mening o'rnimda uning xohlagancha ishlating. Laboratoriyaga kirishga ruxsat berilgach, meni dunyoyim yanada kengaydi. Agar biror narsani bilmoqchi bo'lsam va yetarlicha tajriba o'tkazsam, meni harakatlarim doimo o'zini oqlardi. Bu yerda nimalar bo'lyapti o'zi? U odamlarni o'ldiradigan narsalarni yaratishga juda mohir deb aytish nima? Biroz vaqt o'tgach urush boshlandi. Hammasi yonib ketdi.
Laboratoriyadagi barcha alkimyogarlar, hamma shu jumladan otam ham dunyodan ko'z yumdi. Men uni tasodifan yaratganman. Hamma narsani yo'q qilishga qodir bo'lgan birikmani. Bu birikma qora kukun edi. Sen haqiqatdan ham o'lim elchisisan. Xuddi otam aytganidek, men boshqalarga baxtsizlik olib kelish uchun tug'ilganman. Xuddi avvalgidek, men professor Mishelni bunga ishontira olmadim. Professor, Salom, Risha. U bilan uchrashishim uchun yo'l topa oldingmi? professor, siz chindan ham shahzoda Arnoldga qora kukonni bermoqchimisiz? Biror narsa zahar bo'lib tug'ilsa, u faqat vazifasini bajarsagina o'rnini topa oladi. Har narsa nima bo'lishidan qat'iy nazar o'z vazifasini bajarishi kerak. Meni mavjudligim ham xuddi shunday. Dunyo yo'llarini buzish uchun tug'ilgan odamman. Men o'z burchimga muvofiq harakat qilishim kerak. 3-hayotimda ham professor xuddi shu gaplarni menga aytgan edi. Lekin bu sababli juda ko'p insonlarni yostig'i qurisa ham maylimi? Xuddi shunday. Qora kukunning maqsadi boshqalarga baxtsizlik olib kelishdir. Kechirasan, Risha. Men senga yomon gaplarni aytmoqchi emasman. Bu shunchaki ochiq haqiqat. Men uchun yuklangan vazifa. Ishonchim komilki, professor har qanday yo'l bilan shahzodaga bu kukonni beradi. Xayrli tun, Risha. Agar ishlar shu tarzda davom etsa, men professorni to'xtata olmayman. Telegramdagi Anilavers kanali uchun maxsus o'zbek tiliga o'girildi. Ushbu animega ovoz berishda ishtirok etishdi Tamyoka, Nezuko, Mitsuha va Itachi. Tarjimon Samandar, Taiming Yuta. Mayli keyingi qismlarda Telegramdagi Anilavers kanalida ko'rishguncha.